Abduqodir puli bor ekanmi? Men senden qarzi borligini bilmagandim. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Yo'l bo'lsin. Bolam, bozor ketyaptim. O'tiring, o'zim olib borib qo'yaman. Rahmat bolam. Amaki, Labbay bolam. nima qilib o'g'ri bozor ketyapsiz? Shu desang, do'sting umri safariga yo'llanma olibdi bolam. Shunga kerakli narsalarni olay deb bozorga ketyaptim. Yo'q. Abduqodir puli bor ekanmi? Ha, bolam. Nega unaqa deyapsan? Ayyo, mayli amaki. Yaxshi borib keling, bizani ham duo qilib qo'ying. To'xta bolam. Nega menga bu savolni berding? O'tgan hafta og'ayni faqat to'g'ri uchun o'zi so'ramoqchi emas edim. Shu pul o'zimga ham juda zarur bo'lyapti. O'rtoq, pul topishga hech imkoni bo'lmayapti. Xudo xolisa tez orada topishim bilan o'zim olib borib beraman. Iltimos, shuni tezlashtirib ber o'rtoq. Xo'p. O'g'lingizga shu gapni aytdim. Lekin pulim yo'q deb qaytarmadi. Men senden qarzi borligini bilmagandim. Qayerda u? Abduqodir, Hadi, assalomu alaykum. Tinchlikmi? sen hali do'stingdan qarz bo'la turib, meni umriga jo'natmoqchimisan? Oldin qarzingni to'la. Umri yo'llanmasini bo'lsa qaytarib berdim. 85 yoshga kirib shu paytgacha birovdan bir so'm qarz olmaganman. Men o'zimni pensiyamga umriga boraman.